Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalini ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Bugun inshaalloh 60-kun yurishlikka boryapmiz. Hozirgi mashinadamiz, yo'ldamiz. Xudo xolisa 60-kunni hozir boshlaymiz iftordan keyin. Ya'ni iftorlikni qildik alhamdulillah. Zalimiz ham endi ilgari, ya'ni kunduz kuni soat 2 dan to tungi 12 gacha qadar edi. Endi iftordan keyin ochilyapti zalimiz. Mashg'ulotga qatnashmoqchilar iftordan keyin borib shug'ullanadi. Va biz ham iftorlikni qildik alhamdulillah. Endi borib shug'ullanamiz. Xudo xolasa 57-kuni juda ham qor, bo'ron, yomg'ir qor bilan aralashtirib shunday qattiq shamol edi. O'shanda ham bordik, Xudoga behisob shukr. Buni videosini qilgandim, lekin kanalimizga hech qo'ya olganimiz yo'q. Shu montajda edi. Xudo xolasa uni ham qo'yamiz. Ya'ni motivatsiyalaring so'nib qolmasin. Iftorlikni qilgandan keyin harakatsiz bo'lib qolmanglar. Ya'ni kun uzoq. Mana iftordan keyin bo'shashib qoladi odam, qorni to'ygandan keyin hech narsa yoqmay qoladi. Shuning uchun shu to'yarda to'ymas, bir 50 gram kamaytirib yeysilar ovqatni, Xudo xolasa. Va yurishga chiqasizlar, zalga chiqayotganda zalga chiqadi. Harakatni davom ettiraverasizlar inshaalloh. Suvni normada ichamiz va yeyotgan narsalarimizni ham normada qilamiz. Yog' zo'r bo'ladi. Harakatdan to'xtamanglar, Xudo xolasa. Mana biz 16-17 kilometr borib zalga qatnashib kelaman. Uyimdan mana shu qatnashayotgan zalim 16-17 kilometr bordi keldi, 34-35 kilometr bo'ladi. Harakatsiz bo'lib qolmas kerak, qatnashish kerak-da. Inshaalloh Xudo xolasa sushkadamiz. Xo'p, keyin ko'p kishi yozyapti, marafon bo'lyapti deb. Marafon bo'lyapti do'stlar. Marafon bo'lyapti. Bemalol qatnashsanglar bo'ladi, Xudo xolasa. Chegirma ham e'lon qilganmiz. Hozir 3 oyga 120 ming so'm to'lov qilib kirasiz inshaalloh marafonga. Xudo xolasa. Jonli efir qila olmayapmiz, lekin kunlik video tarzida qo'yib borishlikka harakat qilyapmiz inshaalloh. Barchalarga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Ya'ni hozir oxirigacha ko'rsanglar videoni, qilayotgan jismoniy harakatimizni ham qo'yamiz nasib bo'lsa. Rahmat, barchalarga rahmat. Kuzatib borayotganlaring uchun savollar qoldiringlar kommentariyaga. Fikringizni yozinglar. Birgalikda idealga yetamiz inshaalloh. Inshaalloh harakatni boshladik. Hozir qizimiz. Bundan keyin toshga o'tamiz nasib bo'lsa.